Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Iltimos, videoroliklarimiz tezroq tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tagiga suv tegib tushirmaslik yerni lablarni baland qilib birin qilib ko'tarib tagiga jirob suratini jirob tashladi. U ishni tortib o'tiribdilar-da. Qanday gapirmaysiz, qanday achchig'ib kelmaydi. Qayerdan qilyaptilarmi? Ana shu ishni qilib o'tiribdilar. Yibanisi, yo dalba yo kunti emaslar-ku. Qatnabdi odam. Sekinman. Hozir yashaysiz. Jilla. O'zi tushunadingizda, men 6 yildan beri durolmasam, men xursandchilik bilan yashagan emasman. Basar qasamiga qoldi, maynan egallaydi-ku, g'at-g'at qilib, ana shu yaxshi ko'radi bular. Bir kuniga urush bermasa o'tirolmaydi bular. Urush bermayversa o'qtaralar, kavlaylar keyin. Qaynonang ham shulaymi? Qarsin jalab bilgandan keyin ishlayverlar, darromi kelganda. Ganisi. Qayerdan deysa? Qarshidan. Ha. O'xshayam nimami? Haligimi? Tushunmadim. Boralik qarashga, analiz to'shiraylik qani. Ha. Gunoh kimda bilaylik. Bog'li gunoh kimda yo'qligini bilmaysizlarmi? Ha. Ertaga ketyapsizlarmi? Xayra? Bilmayman, bittasi o'zimizga ham bor deydi, bittasi yo'q shaharga bor deydi. Topishimiz kerak bola. Tog'amga boraylik, tog'am nima deylar? Tog'ong kim? Farmonov? Qaynotang jimib ketdimi? Kim bilmaydi, men gapirolmaydi, mendan qo'rqadi. Qo'rqadi o'lik. Qattiq gapirasanmi nima? Men inglizga aytaman odam to'g'ri. Sizdan gapirishni yomon ko'raman. Ya, baribir. Hurmatsizlik qilma katta odamlar. Otam o'lgandan keyin men hayotni quduq qilmagan. Kim o'lgandan keyin? Otam o'lgandan keyin. Otang o'lgandan keyin? Rahm, shafqat, mehr, oqibat degan narsa qilmaganman. Otang o'lsa-da shuni bildimi? O'lganlardan keyin. Nima uchun biron kishi o'ldirib ketganmi kishini? Ana shu qildi bilaman. Asablarliganda. Yag'ir boshladim. Kimni? Men kutlandi. Shularni deb o'lib ketdilar otanglar. Sizni ham ko'nda chiqarib haydasizlar, xotinizni tug'masangiz kerak yo'q deydi. Do'modingiz borib uyingizga o'tirsin, uydan chiqarib yuborgandan keyin ota-onasi. Erim necha bor ma'rab uyga keladi. Tushunasizmi? Bizni o'g'lini chiqarib haydab yuborgan odam ana shularda, uyda. Nima uchun o'g'lim? O'zing o'g'limmi qaysi? O'zini o'g'li ikkita o'g'il bular. Kelganisidan bitta qizi bor, ikkita o'g'li ham otasi uchun o'lgan edi. Gapim eshit. Alo. Nima? Bu ana qarshilik, qaynonam qarshilik deding-ku? Uni o'g'li emasmi bu ering? Yo'q, bular onalar o'lganlar, haqiqiy onalari. Ijara onalari. Ondan keyin yana 2-3 ta uylanganlar, bilmagan, yana bir kelgindin o'g'li. Bachaladan ham umidlarim o'zganlar bu. Adashingdan unchalik issiq emas-da, shunaqa demoqchimisan? Akalariga mehr qo'yishga qo'ymaydi, gapirishga ham qo'ymaydi bachalaga. Ayol shunaqa qiladi-da, shunaqami? Faqat uniki bo'lish kerak. Ota bachalariga gapirmaslik kerak.
Ana shu uy joydan qiltirdilar bu. Bizga uy joyini bu qadar tangalama desasiz. Bir hashamatli zamonaviy uy desak uy uchun zira to'pdagi yo'nmaqsay. Bu uyni o'zim taqdirgan onamga bo'lib mahkamina sig'amiz, erimani sig'adi mana. Lekinki bu uyni bu qilmaganda otasi qilmagan. Ana o'lib ketgan onasi qilgan. Otasi qayerda bo'lgan? Shera burnini to'ni og'ir yurgan odam bo'lganda. Buni xalata bolar qilganda bu uylarni otasi uchun. Edimmi? Qaynonang nima bo'lib dunyoda o'tganlar? Jigar seriyoz. Jigar seriyoz? Seriyoz? Nima deding? Jigar seriyoz shunaqa. Nimaga sizlar u yangilik bo'lmayapti? Bilmaymiz, ertaga bilamiz endi. Ertaga bilamiz. Qancha bo'ldi endi turmush qurganlaringizga? 5 yil. 5 yil? 5 yil bo'lsa 17-yil to'ylarsiz bo'lganmi? Oldin bo'lgan biror marta yangilik? Bo'lib tushdi-da, shundan keyin qaytib bo'lmadi. Tushdi? Sabab nima bo'lgan u tushishiga? Og'ir ko'targanmisiz? Nima bo'lgan? Yangamni ham bachasi bor edi, men kelgan yilim oltinimni. O'qit hamma bitta bo'ldi-da, akamni ham reformda saqlab qo'ygandilar. Men kelgan yilim toza kelim bo'lmadi, ilaydi degan ekanlar, bitta qilgan ekanlar. Xo'p. 3 ta qizalik bitta yashadik. Bir non yopsam, terpalar yopaylik. Qastalagan. Keyin bizni mahallaga yangam borib oshxonaga qo'rqgan ekan, sovqa xomasiga biz olib keldik uyga. Bu yoqqa ko'tarib keldik. Uyga qo'ydim, ichida davolar qildilar. Chiqib yopish kerak edi. Yana qaytib ko'tarib olib bordim o'shanda joyga. Og'irmi? Biroq aytmaydiki, o'z hamyam nima zalur. Buncha nonni ko'tarib onangga kirasan demaganda. Uni bachasini uyladimi, o'zimni uylamadim deyshog'ot. Non yopib 4-tanani endi uruvdim, uzish kerak edi. Shu og'ir ushladiku. Shundan keyin O'xay, bundayda qarada, u to'g'ri ikkovlaringizdan ham homilador bo'lsalaringiz, bir erkak yo'qdimi o'sha yerga? Bir erkak. Qaynotang yuriydi-ku o'sha yerlarga. Unga ish aytib, 15 soat kutgandan ko'ra men ichim qisadi-da. Shu bo'lish kerakmish, tez bo'lish kerak. O'zim taniran bo'lganda ketardim, oldim ketdim-da. Yo, endi bundayda qarada, ba'zi bir ishlar qandaydir. Bitta narsa esimda, misol o'ziniki bo'lsa, asraydi. U bizni gapdan chiqmagandan keyin o'lib kel olmaydi odam. Qo'rqqandan keyin sizni oldingizgacha. Yana. Alo. Ana o'g'ilchamni asrayman deb o'zimnikini berganman-da. Qo'rqsami? Nega baribir shoshilmaslik kerak edi-da, ana. Bu birinchisi tem bo'lib asrashing kerak edi-da. To'g'ri qilgansan. Keyin bordik, yangam bilan tozalayman dedi, bilmayman nima qildi. Deb onam aytdilar, bacham matkan kirganmi, nima shu tozalayman deb o'ylab. Qayerga? Bilmayman, butun zerikdan Sherasay deb qoladi. Bobira. Tezdan olib borib. Bu tortishishlarimiz qalay böyle qaynona nima sig'dirmaydimi shunchalik? O'shandan beri sen tortishasan nima? Birinchi tushganingdan beri ya'ni. Men hozir aytsam-da, nima o'tgan narsa. Xuddiki bir men qanaqadir ertaga aytgandaymi, yoki birovni hayotini aytgandaymi bo'ladi-da. Mayli, aytaver. Biror kishini tanisangiz, sizga toshni aytib, men o'ylam qanaqaligini. Egaklar qanaqaligi. Bemalol gapiraver, men shu eshitishni yaxshi ko'raman. Birovga dardini aytishmaydi. Jirabek, Ulug'bek kasal bo'ldi.
İzlerse yemayotgan ekanmiz, ona telefon qilib, "Apo, ikki tomonda yig'layotgan ekan, sizlar olib boring ham joydan ham chiqmay, biror narsaga biroz beradilar." Izlarni qo'yib yetalay qolibdi, lapot ekan. Abdullayev, demak, doktor aytamizmi? Davlatni o'ldiramiz, ona otasi qilmaydi. Ana. Ha. Bir yerga chiqajak chaqim. Bitirmaydi. Ha. Xo'p. Nima deganinga o'shanga aytaman. Shu kerakligini bera. Hayot bir xilda. Hamma aytsin. Hamma o'zimga. Aha. Ering nima uchun ishlamaydi? Yurak parog'i bor. Yurak parog'i bor? Operatsiya qilib bir yo'li yo'q ekanmi davolashni? 45 million operatsiyasi. Hay, davosi bo'lar ekanmi o'shanga ham? Yo'q, qani 45 million menga davosi chiqadilar. Davolamasa nima bo'lar ekan? Akasi yordam bersa tez yetadimi? Hayotda bular bir so'm bermaydi. Buncha bermaydi. 45 million 1 million. Har oltiga to'rttirib tursam, to'rtinga bordim. Guruhdan balsagacha. Agar bular garantiya berdi, erkaklar foydasi yo'q, garantiya bermayman dedi. Operatsiya qildirasan 45 million dedi. Undan ko'ra pul to'yga yotqirib davolatganing yaxshi dedi. Doimiy shirocha bu sizga yog'lik yedirsa, bu to'rtdan it bog'laganda yuragim yog' bog'latib yopilib ketishi mumkin, lekin keyin ikkita bu kishiga. Har oltiga qaraman, 6 million ketadi. Har 6 oyga? Har 6 oyga. Har ikkita ishlaydi, ro'zg'or pulni o'zimga hammasi. İşte ayol bu genelde bardak yetmezse. Anam sonra işlerini aldım. Ne zaman hala işlerdim. Fakat yerden işi gibi. Şu anamın bu. Seni sağladı bir. Kemal sizleyse bu uydu yetmezdi. Kolda örtüge. Bir tablet etmiyor. 2 milyon oladı bize. Mahallaga nima ish qilarding? Jamoatchi bo'lib turdim. Endi yangi yildan keyin mahalla o'ziga ish turib olamiz dedi. Bilmadim 2 million oylik dedi. Qarab-qoraman kim qaraydi, mani erimga yaxshi turadi, kasal bo'ladi. Hay, bundayda qishloq joyga yashaysizlar, bir ham sharoit bor demoqchiman-da qishloq joyda. Bir qandaydir bir pul orttirib, bir mol pul olib, yoshroq buqachalardan olib bir boqishning iloji yo'qmi? Gapni bo'lib so'raganda shu paxta beradi. Echki? Ha, har yil pul orttirganimni echki qo'yaman-da. U ham balta ketsa, uni ham sotamiz. Bitazini sotamiz. Dagal bakam tanimani. Agar bakam tanimani. Pulga bo'yalgan. Narsanki ketdi, narsanki yo'tirzani. Hala. Bak qaytib qilama bakam chiqsa. Ha. Telefonni o'chirdi. O'chirmasaydan mayli. Yo'q, tezroq olib chiqqin, lutchi qayt, bitta gudov tashsang telefon qilaman. Mayli.